Ciblacibon. İsmingiz nima? Xalit. Necha yoshsiz? 7. Bog'chaga borsam yo maktabgami? Bog'chaga ham boraman, maktabga ham boraman. Bulbulchada ashulalar aytaman. Maktabga chiqqanganlarim nimaga? Kitob o'qish uchun, bolalar bilan o'ynash uchun, har xil narsa qilish uchun. Katta bo'lganda kim bo'lganlar? Ashulachi bo'lgim keladi. Qaysi ashulachilar yoqadi? Har xil Eng ko'p kimni eshitasan? nimani eshitaman. Qo'ralar yaxshi ko'raman. Payqilib tursin. K-pop nimaligini bilsam? K-pop. Охотникina K-pop deyman. Nima chiqdi rostda? Agar prezident bo'lganingda nima qilarding? Prezident bo'lganimda mashinalar olardim, har xil uchastkalar olardim, ko'p uylar olardim. Telefoning bormi? Kimnikini foydalaysan? Ko'proq ayamnikini. Agar daraxtlar yurishni bilsa qayerga borardi deb o'ylaysan? Bilmadim. Agar sen daraxt bo'lganingda qayerga borging kelardi? Daraxt bo'lganimdan tushunmayman gapingizni. Eng yaxshi ko'rgan fasling qaysi? Qor, Qaysi biri og'riradi deb o'ylaysan? 1 kilogramm paxtami yoki 1 kilogramm temirmi? paxta. Ular ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Ikkalasi ham 1 kilogramm, o'shanga bir xil. Quyosh kechqurun qayerga ketadi deb o'ylaysan? Quyosh kechqurun quyosh qat'iy ketadi. Yer qanaqa formaligini bilsam, Dumaloq. va quyosh kechqurun qayerga ketadi deb o'ylaysan? Qat'iy ketishi bilmayman quyosh. Yomg'ir qayerdan paydo bo'ladi deb o'ylaysan? Yomg'ir osmondan paydo bo'ladi, yog'adi yomg'ir. Kechqurun nimaga uxlashimiz kerak? Uxlamasa nima bo'ladi? Uxlamasa bo'yi o'smaydi. Suv qanaqa rang deb o'ylaysan? Oq. Muz agar erib ketsa nimaga aylanadi? Muz erib ketsa yovib qoladi-yu. Agar qahramon bo'lib qolganingda kim bo'lging kelardi? Qahramon bo'lib qolganimda Kapitan Amerika bo'lib. Nimasi yoqadi? Kapitan Amerika ko'p urushadi-da, anaqa anaqa narsasi bor, avtomatni ochsa ta'sir qilmaydi. Qayerdan kelgansiz? Toshkent? Nimaga kelganini bilasanmi? Yo'q. Bulbulchada nima qilasizlar? Ashulalar aytamiz, raqsga tushamiz. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasan? Adinimi, o'yinimi? Kellasini. Nimadan qo'rqasan? Ko'proq anaqa kech payt urush ko'rib oladi, keyin uxlaganda tushiga kirib chiqadi, keyin qo'rqib ketadi odam. Blogerlarni ko'rasanmi? Ha? Bloger. Ko'raman. Kimni? Har xil blogerlarni ko'raman. Kamalxo'rov ko'raman. Nima haqida u videolar oladi? Bekamacho haqida oladi, narsari ish haqida oladi, ko'p suv ichish mumkin emasligi oladi, katta muz yeyish oladi, har xil shunaqa narsalar oladi. Ertalab turganingda nima haqida o'ylaysan? Ertalab turganimda, o'zi ertalab turib ham hech nima o'ylamayman-da. Nimani ko'proq yeyishni yaxshi ko'rasan? Ko'chani ham ovqatlarni yetsam bo'ladimi? Chopar pitsa, Mani umuman yemaysan. burger umuman yemayman. Ertalab sen budilnikdan turasanmi yo uxlab qolasanmi? O'zim turaman. Uxlab qolgan, budilnik ham kerak emas, o'zim turaman. Uyda seni qanday qilib chaqirishadi? Bolam deb, Xalit deb, har xil chaqirishadi. Birdan katta bo'lib qolgan kelardimi? Ha, keladi. Katta bo'lganda nima qilarding? Katta bo'lganimda ishga chiqardim. Shamolni ko'rganmisan? Shamol ko'rganman, narsalar uchib ketadi. Odamlarda eng yoqadigan jihating qaysi? Ko'z, chunki ko'z ko'radi odam. Ko'radi har xil narsalarni. Ko'z yo'q bo'lsa hech nimani ko'rmaydi masalan. Suv icholmaydi, to'kib yuboradi, qo'ya olmaydi, hech nimani qo'ya olmaydi. Qaysi mashinalar yoqadi? Lamborghini uchishi yomon tez uchib ketadi-da. Ovozi bor. Oying senga nimani ko'proq aytadi? Mani bulbulchamda she'r bo'lsa, kelaman, keyin ayamdoq deydi. Bolam she'r yodla deydi, keyin men yodlayman. Agar telefon o'ynab o'tirganingda 1% qolganda nima qilarding? 4% qolganida ham zaryadka tez, 15% qolganda ham bo'ladi tez. Zaryadka chunki birpasda o'chib qoladi, ko'rib nima qilaman? Agar o'rtog'ingga qanaqadir siringni aytib bersang, u boshqa odamga aytganda nima qilarding? Bo'ladi. Agar sen shunaqa aytib qo'ysang-chi, Men shu bo'laman. rasmga tushayotganda nimani o'ylaysan? Prosta rasmga tushaman, hech nimani o'ylamayman. Telefonda qanaqa o'yinlar o'ynaysan? Qo'rqinchli o'yin, PUBG, otaga o'yinlar, har xil. Blogerlardan kim bilan ko'rishing keladi? Kamalxo'rov bilan, Ahro Alixonov, Boburello bilan ko'rishim keladi. Когда ты свободен, что любишь делать? Nima qilasan bo'sh vaqtingda? Bo'sh vaqtimda, kattaroq bo'lganimda, bo'sh vaqtimda bo'lganda 15 yosh, 14 yosh bo'lganimda o'rtoqlarim bilan cho'milishga ketardim. Agar mushuk bo'lib qolsang nima qilarding? Uyga borib qolgan bo'lsam, Yo, o'zing mushuk bo'lib qolganingda nima qilarding? o'zim mushuk bo'lib qolganimda bilmadim, o'zim mushuk bo'lib qolardim. Odamlar xalaqit bersa, qilib tishlab olardim, matidan timdalab olardim. Agar uchishni
bilganingda nima qayerga ucharding? Uchishni bilganimda ko'proq menga Amerika yoqadi. Amerikada Supermenga o'xshab uchib ketardi. Nimaga quyonni qulog'i uzun deb o'ylaysiz? Chunki quyon hamma narsani eshitadi-da. Agar qo'lingda hozir 3 ta olma bo'lganda, bittasini yeb qo'yganingda nechta qolardi? 3 ta qo'yganida ikkita bo'lar. Eng yaxshi ko'rgan ranging qaysi? Qizil. Qanaqa kiyinishni yaxshi ko'rasiz? Modniy kiyinishni yaxshi ko'raman. O'zing kiyimingni tanlaysanmi? Mani ismim Xalid, yoshim 7da. Katta bo'lganimda ashula aytishi yoqadi menga ko'proq katta bo'lganimda. Chunki ashulachi yaxshi pul topadi.